Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Inna lillahi inna ilahi rojiun. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov akamiz afsuski bu dunyoni 51 yoshlarida erta tark etdilar. Yaqinlariga sabr tilayman. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Narigi dunyoda so'roq savollari oson bo'lsin ilohim akamizni. Aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, ushbu YouTube kanalimga obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. O'shanda yangi chiqqan videoroliklardan xabardor bo'lib ko'rib borasizlar yangi videoroliklarni. Kanalimga obuna bo'linglar. Kanalimni va videolarimni do'stlaringizga, yaqinlaringizga, tanishlaringizga tavsiya qilinglar. Kanalimni qo'llab-quvvatlanglar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammangizga oldindan rahmat kanalimga obuna bo'lganingiz uchun. Dilshodbek Musabekov akamizni o'zini ajratib turadigan o'rinlari bor edi dizayn jamoasida. Bu akamiz dizayn jamoasining boshlabki chiqishlaridan hozirgi kungacha yelkadosh bo'lib kelayotgan akamiz edilar. Afsuski bu dunyoni erta tark etdilar. Alloh taolo ham yaxshi insonlarni erta huzuriga chaqirar ekan. Dilshodbek Musabekov akamiz o'limlaridan oldin umra ziyoratlariga ham borib kelgan ekanlar. Ilohim shu umra ziyoratlarini narigi dunyoda Alloh taolo o'z dargohida qabul qilsin ilohim. Dizayn jamoasining muxlislari juda ham ko'p. Shu qatorda Dilshodbek Musabekov akamizni ham muxlislari juda ham ko'p edi. Men ham muxlislar bo'lganman. Dizayn jamoasida o'zlarini ajralib turadigan kulgili chiqishlar bilan ajralib turardilar Dilshodbek Musabekov akamiz. Dizayn jamoasida eng qiziqarli chiqishlar bilan ajralib turganlar hamisha Dilshodbek Musabekov akamiz. Yaqinlariga sabr tilayman. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Shu qatorda dizayn jamoasining boshqa a'zolari